Video qo'ymaganimga ham почти 1 oy bo'pti. Bugun sizlar bilan turnirda Pachinkida 1vs7 ko'ramiz. Bir o'zim solo qolib ketganim uchun umuman shak bermasdan birinchi iroqni minus qildim. Bu joyda 3 ta shak eshitilyapti. Ularni mendan infosi yo'qligidan foydalanib qolishim kerak. O'ylaganimdek ularni birinchi iroqni David qordim. Ularni men oldimga push qilib chiqishi taxminan hayishga qizish vaqti bilan bir xil, shuning uchun hayishgada kutib olish to'g'ri qaror. Bu joyda so'lnik qolgan shoshilgan odam debalni chap tarafida kutib oladi deb o'ylaydi, lekin biz uni hayoliga kelmaydigan joyda kutib olib easy otib ketsak bo'ladi. Ko'rganinglardek bir HP ham jon ketkazmasdan prosta IQga yopib ketdim. Bu joyga bitta odamni o'tkazib oldim, lekin u meni tuzog'imga tushdi. Unga hayish yotayotgandek ko'rsatib dingni chiqarib qaytarib arujani olib olamiz. O'ylaganimdek uni chalg'itib easy knock berdim. Uni sheriklari kelib meni shoshiltirishidan oldin uni David qorishimiz kerak. David qilganimdan keyin sirasi orqamdan uni sheriga kelishga boshladi. Unga darcha orqaga ketgandek ko'rsatib, shu joyga info bermasdan o'tirib olamiz. O'ylaganimdek u meni orqamdagi kempga qochgan deb o'ylagan. Va bu joyda o'zimni juda ham yoqtirgan ishimni qilaman. Keyin Pachinkidagi oxirgi odamni otganman, u videoga sig'maydi. Va 10k bo'lishimga 2 minutdan qolibdi. Video yoqqan bo'lsa, podpiska esdan chiqmasin.